Assalomu alaykum tumanimiz va qo'shni tumanlarimiz fermerlari, mehmonlar. Mana hozir do'konimizda o'zimizning eng birgalikda hamkorlikda ishlaydigan akam Xo'ja Yo'ldoshev bilan Salohiddin Farangiz fermer xo'jaligi rahbari Murod aka paxtasini o'rgimchaklardan tozalash uchun akara duo 72% dorini, bu dori bilib qo'yinglar, hech qanday foydali hasharotga ziyon bermasdan o'rgimchaklarni tuxumini ham voyaga yetganini ham oladigan dori. Bundan beryapmiz 30 gektarga bundan beryapmiz. Paxtasini shonalatib, gullatib, hosilini ko'paytirish uchun yenilik gelimizdan Ekobor iminni shonalashga kerakli bo'lgan kecha kelgan dorimiz Zinkor va Ecoagel degan dorilarimizni beryapmiz. Mana buni ko'rasizlar. Aka, Murod aka, nomeringizni aytsangiz, sizdan 3 kundan yoki bir haftadan keyin paxtangizni holatini sizdan telefon qilib so'rasa, siz bemalol mana shu bergan dorilarning effekti qanday bo'lganini xolis o'zingiz dehqonlarga, fermerlarga, hozir buni Instagram, YouTube, Telegram kanallariga joylashtiramiz. Siz o'zingiz aytasiz aka, telefon nomeringizni aytsangiz, 1986 bemalol bir haftadan keyin 7 kun yoki 5 kun oralig'ida Murod akamdan 30 gektar maydonga hozir beryapmiz. Effektini telefon qilib so'rasalaringiz bo'ladi yoki yer maydoni yaqin bo'lsa kelib ko'rib ketishlaringiz mumkin. Inshaalloh donlarimiz juda ko'plab fermerlarga beryapmiz. Zo'r foyda berib bizni uyaltirmayapti. Mana akamni ham yerida xudo xolasa uyaltirmaydi. Bundan tashqari biz o'zimiz bilan eng yaxshi hamkorlik ishlayotgan akalarga Kamol Vet Farm nomerlaring Gold Agro markaz brendimiz tushirilgan. Mana bu yerda nomerlar tushirilgan. Aka qora oq ham bor. Mana bu bosh kiyimni nima qilamiz? Aka issiqda soyabon bo'lsa haqqimizga duo qilib qo'yasiz aka. Rahmat. Sizdan telefon so'rasa aka o'zingiz xolis aytasiz. Xolisi effekti qanaqa berganini, o'sha aynan 30 gektar yeringizda qanaqa effekt berganini telefon qilib so'rasa, bemalol bir hafta yoki 5 kundan keyin telefon qilib so'rashingiz mumkin. Sizlarga ham mana shunday dorini taklif qilamiz. Bemalol kelib olib keting. Sizlar ham o'zingiz qanday effekt berishini qolgan dehqonlarga Instagram, YouTube, Telegram orqali ish qilsa aytib qo'yasiz.